Oldinlari YouTube kanalim uchun kuniga 6 soat vaqt sarflardim. Natija o'rtacha 1000-2000 dollar. Hozir esa atigi 2-3 soat. Natija esa bomba. Bu aynan mana shu yerdan foydalanishni boshlaganimdan keyin bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'ring, tushuntirib beraman. Sizni ham ancha vaqtingizni tejab qoladi. Cloud. Bu ChatGPTga o'xshash, ammo javoblari aniqroq, sizga mos va professional qilib beradi. Eng asosiysi YouTube uchun juda mos. Ya'ni endi siz ChatGPTga savol berib, bir g'alati javoblar olmaysiz. Shunchaki Cloudga tushuntirasiz, savol berasiz va aniq javobni olasiz. O'zingizga mos, aniq tushunadigan odam tilida yozilgan ma'lumot. Futbol, Roblox, Stylus Hub qaysi yo'nalishda bo'lsangiz ham savol berasiz, tushuntirasiz, qanaqa yo'nalish bo'ldi, javobni olasiz, ma'lumotni olasiz, miyangizni ideya bilan to'ldirib tashlaydi, to'g'risi. Masalan, siz so'raysiz, Roblox channel uchun qaysi format ko'proq prosmotr olib keladi? U sizga shunchaki javob bermaydi. Aniq format, sarlavha, description hammasini aniq qilib beradi. Qo'shimchasiga misollar ham yuboradi. Siz u misollarga kirib, ko'rib, aniq javob olasiz. Xullas, siz bu yerga kirib, savolni berib, aniq ma'lumot bilan chiqib kelasiz. Oldinlari misol uchun ChatGPTga savol berilardi. Juda qiyin. Juda. U sizga aniq javob berish uchun birinchi o'rinda u sizni tushunishi kerak. Lekin ChatGPT siz tushunishi ham juda ham qiyin edi. Unga tushuntirish uchun qancha vaqt sarflanardi? Bu esa juda oson. Tushunadi, juda oson javob beradi, aniq javob beradi. YouTube algoritmi, SEO, retention hammasi haqida juda ham kuchli ma'lumotlarga ega. Savol bersangiz, aniq javoblar olasiz. Misol uchun siz bitta futbol yo'nalishi yoki Roblox yo'nalishida content qo'yasiz, lekin retention past yoki unchalik yaxshi tushunmaysiz. Siz aniq screenshotlar yuborasiz, aniq tushuntirib berasiz, qanaqa video, qayerda nima ishlatasiz, nimalar ishlatasiz. Unga aniq tushuntirasiz va yuborasiz. U sizni tushunib, sizga qanday javob berishni bilib, aniq javob beradi. Xullas, sizga maslahatlar beradi. Retentionni ko'tarish uchun, boshqa narsa uchun. Misol uchun, birov YouTuberga bersangiz, menga ham doimo vaqt bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun tezroq javob ola olmaysiz, tezroq tahlil ola olmaysiz. Agar siz Cloudga bersangiz, 30 sekundga bormay javob olasiz. Aniq javob olasiz. Unaqa ChatGPT emas. Yangi kanal yoki yangi yo'nalish boshlaganda ideya juda ham qiyin bo'ladi. Content plan, content ideya juda ham qiyin. Qanday video qilsam ekan degan savol sizni har kun qiynaydigan eng asosiy narsa bo'lib qoladi. Bu holatda siz o'sha aytganimdek to'liq tushuntirib bersangiz, sizga aniq o'sha content planlar, maslahatlar beradi. Misol uchun, futbol yo'nalishi. Content qilishni boshladingiz, shorts yo'nalishida. Futbol yo'nalishida ham bilasiz, juda ham ko'p yo'nalishlar bor. Juda ko'p. Aynan o'shani siz aniq qilib tushuntirasiz, qaysi yo'nalishida, qanaqa video, o'zingizni videoyingiz emas, o'zingiz qilmoqchi bo'lgan, lekin hali qilmarsiz. Boshqa birovlar o'sha videolarni tahlil qilib unga yuborasiz. U sizni bilib, demak, qanaqa video qilishingizni tushunib, sizga shundan kelib chiqib maslahat beradi. Siz oddiygina shunaqa video qilmoqchiman deb so'ramang. Shunaqa video qilmoqchiman, lekin meniki boshqacharoq bo'lishi kerak. Menikida boshqacha narsa bo'lishi kerak. Bulardan kattaroq natija qilishim kerak. Ancha unaqa bo'lishi shart emas, lekin boshqacha joyi bo'lishi kerak. Ya'ni ikkita zo'r narsani olib birlashtirib, o'zingiz narsangizni qo'shsangiz, u 3 karra zo'r narsa bo'ladi. Tushundingizmi? Endi eng asosiy qismi Cloud Pro, ya'ni Cloud Cowork. Bu cloud qilgan eng asosiy narsa. Ya'ni siz eng o'sha vaqtingizni tejaydigan narsa mana shu 1 karra emas, 10 karra. Cloud Cowork bu sizni kompyuteringizga dastur oladi. Bemalol kirib, videolaringizni yasaydi, videolaringizni joylaydi. Xullas, siz asosiysi ruxsatni berishingiz kerak. O'sha pulni to'lab, pulli versiyaga o'tib,
ruxsatni berasiz, YouTube'ga ham, CapCut'ga ham hammasiga. Sozlamalarni qilib, unga ish buyurasiz. U sizni o'rningizda qilib beradi. Ular sizni o'rningizda yordamchi yoki ish yurituvchi. Shunga o'xshash. Ya'ni siz unga futbol yo'nalishida yoki Robloxda tayyor videoni olib, mana shu videoni tayyorlab ber desiz, bo'ldi. Asosiysi misol uchun to'g'ri futbol yo'nalishida videolar olib, tayyorlab ber desiz bo'ladi, lekin siz kontentlar, videolar tayyorlab, shunday CapCut'ga joylab, mana shunga kirib, menga videoni to'g'rilab ber, yasab ber, sozlab ber, kerak joylarni qirqib ber. Mana shu effektlarni ishlat. Mana shunaqa video chiqsin. Bo'ldi. Shunaqa video tayyorlab beradi. Asosiysi u tushunishi kerak. Lekin u ChatGPT emas. Ya'ni tushunishi oson. Qisqasi, Cloud AI Amerikan YouTube bilan ishlaydigan har bir YouTuber uchun juda muhim qurol desak bo'ladi. Vaqtingizni tejaydi, natijani oshiradi, ishingizni osonlashtiradi. Buni bepul versiyasi ham ChatGPTdan, ya'ni ChatGPTning bir qancha qismidan kuchli. Ya'ni aniqroq tushuntirsam, ChatGPTda har biridan bor. Ya'ni rasm ham yasaydi, savollarga ham javob beradi, hammasi bor. Cloud Coworkdan tashqari. Lekin Cloudda bir qanchasi yo'q, ya'ni rasmni zo'r yasamaydi, rasmni o'sha PNG, JPEG formatda yasamaydi, lekin o'sha bir qancha qismlari juda kuchli. Juda kuchli. Qisqasi, hozir kiring, yuklang, foydalaning. Juda muhim narsa. Faqat YouTuberlar uchun emas, hamma sohadagi insonlar uchun juda muhim narsa. Ingliz tilini o'rganmoqchimisiz, kod yozmoqchimisiz, dasturchimisiz, farqi yo'q. Hammasiga tushib ketaveradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, shunaqa foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling. Telegram kanalimizda YouTube'ni noldan o'rgatib boramiz. Opisaniyada link qoldiraman, o'tib, siz ham YouTube'ni noldan o'rganishingiz mumkin.